yangi texnikalar sizga ma'lum bo'lsin, yaxshilikka ishlating. Sizga faqat foyda olib kelsin. Chunki bu texnikani sizlar sarmoya kiritib, o'zingizga foyda ko'proq olish uchun olasiz. Yaxshi niyat tashlash uchun. Shu yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin. Assalomu alaykum. Oybek aka, tabriklayman aka. Tabriklayman, davomli bo'lsin. Mana hurmatli muxlislar, GCB ishqibozlari, GCBning navbatdagisi Samarqandga endi Bulung'urga Oybek akani olib ketyaptilar. Xudo xolasa davomli bo'lsin. Oybek aka tanlovda yanglishmadingiz aka. Mana qo'ya mijozlarimizga qanaqa tilinglar aytib surishtirdik. GCB yaxshi texnika, zo'r texnika degani uchun mana buni olaymiz. Ishlatib sinab ko'ramiz. Xudo xolasa. Servis anaqalarni aytdik, hamma joyda Samarqandda do'konlarimizda, servis zapchast do'konlarimizda bor. 1 yil garantiyada soat cheksiz, ular hammasi tushuntirib o'tgan narsalarim, aka. Tabriklayman, davomli bo'lsin. Mana GCBni oldik. Xudoga shukr. Yaxshi texnika ekan. Sizlarga ham rahmat. GCB yaxshi brend, hamma maqtashgani uchun GCBga keldik. Sizlar ham olingizlar, haydangizlar. Yaxshi kunga xizmat qilsin.